Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qudrat o'z kanalining obunachilari, chorvadorlar, buqa ishqibozlar, semiz buqa ishqibozlar. Bugungi videomiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begobod chorva bozorining semiz buqalar qo'tlarida video syomkamizni boshlaganmiz. Bugungi chislamiz 2025-yil 20-dekabr hafta kuniga shanba. Har shanba bozorimiz bo'ladi. Xudo xohlasa biz bichakadan yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, videoni do'st birodarlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqadi mana chorvadorlarga, chorva gruppalarga jo'natish. Xudo xohlasa biz boshlanishga mana sotilgan tavsiyadan chiqib qoldik. Mana shu ikkovi sotilganini bir ko'rsatib o'taylik. Keyin chekadan beraveramiz ma'lumotlar. 63 millionga oyog'icha savdo bo'ldi. 1.25 ga 1.30 atrofida keladi ikkovi ham, mana shu ikkovi. 63 million so'mga savdosi bo'ldi. Ikkovi hop bilan 500 ga qiynaladi, 450 yuqorisida variantlarda ikkovi ham xudo xolasa. To'g'ri akamiz oldilar jupini 63 million so'mga. Deb chiqib ketishyapti hozir. Hop. Endi bozorlarimiz ancha narxlar nisbatan pastroq, sababi Yeshurdan ko'pchilik chiqdi, o'zi asli-yu, bag'i ko'pchilik ziyon qilib qoldi o'zi Yeshurda. Va qanchaga sotildi bu? 32 millionga sotilibdi mana chiqib ketgan buqamiz. 1.30 atrofidagi 1.25 ga plus bu ham, lekin 500 kg yuqorisida hozirga chiqib ketayotgan. Semiz u tayyor so'yadigan yog'siz ekan, xudo xolasa. Endi shu boshdan bichakadan kelaveramiz. Buga charchamay turibsizlarmi? Charchamay. Va shu ham birinchisi ham mo'ljalda sotilib chiqil, arqonlar almashgan holati. Qanchaga sotildi bu? Boqmaygan asosan. So'ysam bo'lar edi, boqmadi. Hech bir bo'ldi savdosi bilan. 36 ozgina ekan 36 million so'm savdosi bo'ldi ekan. Berishmayapti ekan. Hop 35 yarim eshitib turibman. Boylar 1.45 atrofida keladi. 1.45 plyus ham pashta. Hop, taroziga 1.700 ga qiynaladi, lekin 650 atrofida chiqib qoladi, xudo xolasa. Balki bundan ham ko'pdir, quruq yegan bo'lsa. 35 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti, tushunamiz. Mesni paroda o'zimiz. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Avlikoliga gibrid rossiyskilar. Usta bilan pulini bilmadingizmi? Kimdan ekan bular? Mana 30 million so'mga oq sotilibdi o'zi. 30 millionga bo'lar 1.30 atrofida. 30 atrofida 400 kg yuqori, 450 og'bog'da chiqib qolsa kerak, boqma lekin. Rosa boqadigan variant ekan. Tushib turibdilar o'zi, 130 atrofida boylar. Nergisinikan xuddi bo'yi shunaqa, lekin bu yog'li bo'lib semirib qolgan. Rossiyskiy paroda bu. Avlik Greenford bu. Buni pulini bilmadingizmi? Yo'q, yo'q. Buni ham bilmaydi. Bu kimdan ekan mana? Savdosi qancha bo'ldi tog'a buni? To'raziga 60. 60 ming so'mdan to'raziga. Oyog'icha-chi? Oyoqchalik bo'lgan. Hali bo'lgan yo'q, 60 ming so'mdan to'raziga savdosi bo'libdi, berishmayapti ekan. Rosa yeyapti o'zi ham. Rossiyskiy paroda. Chiqmadimi to'raziga? 450 TV'dadir, xudo xolasa. 500. 500 mi? 450 TV'da ham 500 kg deyapti legalari. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Hop. Mesni paroda bu ham. Boylar 1.40 atrofida kelib qoladi. O'shadan savdodan zo'r bo'lib tushgan. Buni puli qancha bo'ldi bilmadingmi? Bu puli qancha bo'ldi, kapitan bilmadingmi? 31 million 200 ming so'm bo'ldi ekan mana kattasi. Hop, 600 kg qiynalsa kerak, xudo xolasa. 550 chiqib qoladi. 31 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi ekan. Mesni paroda boqma. Endi mana mo'ljalda mana ham sotilgan shikil. Bunisining qancha bo'ldi, sotilmadimi? Mana sotilmadimi? Qancha bo'ldi puli uni? Pulini bilmayman. Keyingisi mana Qirg'iziston paroda. Ikkita Qirg'iziston paroda, bittasi Mesni, bittasi Qirg'iziston ekan. Hop, buni hozir bilamiz narxlarini, xudo xolasa. Egalaridan. Buni ham sizlardanmi? Egasi kimdan buni? Puli qancha bo'ldi bilmadingmi? Mesni paroda ekan, Qirg'iziston parodasidan Mesni ekan buni. Egasi yo'q ekan. Hop, keyingisini ko'ramiz. Mana endi naqdi bor mana. Hozir bilamiz buni Mesni paroda 1.30 ga 1.35 ham kelib qoladi bo'ylari, xudo xolasa. So'ysam bo'ladi, boqmas bo'lsa. Puli qancha bo'ldi ekan buni? Qancha berding hoji aka bunga? Jupiga. Mana ikkovigami? 56 million so'm savdosi bo'lyapti ekan mana shu ikkoviga. 56 million so'm boqma. Bo'ylar 1.30 dan plyus kelaveradi bular. 1.35 ham.
xudo xolasa ikkoviga. Bular 500 ga chiqib qolsa kerak mana shunisi. Chiqmasmikan? Hop. Manasi lekin chiqmaydi. Aniq. Jupiga 56 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Hop, endi mana keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi ekan buni? Hozir bilamiz buni savdosini. Buniki qancha bo'ldi? Egasi kim buni? Buni savdosi qancha bo'ldi? Mana savdosi qancha bo'ldi? 28 million. Nargizcha, bola sizdanmi yo? 61 ming so'mdan to'raziga. Mana 28 million so'm savdosi o'tdi o'zimizning mesni paroda. Hop 28 million so'mga boqma. 450 kg bag'da chiqib qoladi. Bunisini to'raziga 60 ming so'mdan so'rashdi. Rossiyskiy paroda bo'lish kerak bu. Yo Qirg'iziston paroda, yo Rossiyskiy paroda. 60 ming so'mdan to'raziga 500 kg chiqib qoladi. Bo'lar 1.35 ga piylis. Bo'limiz boqma asosan. Chiroyli narsa ekan, lekin boqadi odam maza qiladi mana shuni bo'lsa. Rosa chiroyli narsa ekan o'zi. Turishi ham qarab buni. Hop, endi keyingisini ko'ramiz vannasini. Buni savdosi qancha bo'ldi? Egasi kim buni egalari? Mesni paroda ekan bu. Boqma, so'ysa ham bo'ladi, lekin boqma mesni paroda. Bo'la 1.35 keladi, semiz 500 kg atrofida chiqib qoladigan variantlarda bu. Bo'limiz yo'qsiz ekan, xudo xolasa. Va bu kimdan mana? Va mana kimdan? Savdosi bo'lyaptimi shuni? Qancha bo'ldi nariginiki? 28 million so'mga boqma. 28 millionga boqmasi 450 kg atrofida chiqib qoladi. Bo'lar 1.35 atrofida. 28 millionga. Narigini egasi yo'q ekan, bila olmadik mana buni. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Mana yana boqma. Boqmani bilamiz narxini. Hozir o'tamadi. Va mana puli qancha bo'ldi? 34 million so'm savdosi bo'libdi ekan. Berilmagan variantlardan 34 million so'm. Bo'limiz boqma. Bo'lar 1.35 chiqadi. 500 kg bag'da chiqadi 34 million so'm. Buniki necha pul bo'ldi? Jupa. 32. Hop, mana yakka aka 32 million so'm bo'libdi. Mesni paroda bo'lar 1.30 chiqadi. Hop. Mesni paroda 32 million so'm savdosi bo'libdi. 450 kg bag'da chiqib qoladigan variantlar 500 ga qiynalsa kerak lekin. Qorni to'ygan, qorni rosa to'ydirib chiqilganda. Bunikini puli qancha bo'ldi mana? 55 million bo'ldi ikkitasi. Mana ikkita yondaga. Mana 2.55 million so'm savdosi bo'libdi ekan. 1.25 ga. Va puli necha pul bo'ldi buni? Ko'chat bu qachon? Patsos deylik o'sha. Hop, jupiga 55 million so'm. 55 milliga oldimi? 55 milliga oldim o'sha kelar. 55 mi jupiga? 55 million ekan jupiga 55 million so'm. Mesni paroda ikkovi ham. 1.25 ga, 1.25 ga, 1.30 ag'bag'da chiqib qoladi mana bo'lsa. Mana unisi semiz lekin 400 kg chiqib qolsa kerak mana unisi, lekin mana u chiqmaydi 400 kg. Qorasi chiqmaydi. Hop, endi keyingisini ko'ramiz bu tarafdagilarni. Ha, hozirgi bu o'sha boshda ko'rganimiz 63 millionga bo'lgan jupa. Mana shu ikkovi o'sha 63 million so'mliga. Endi nariga tarafga o'tib olishimiz kerak. Agar shundoq nariga tarafga o'tib olaylik. O'tib olaylik. 63 millionlik bu. Endi keyingisini ko'ramiz. Rossiyskiy bilan Mesni paroda. Qorni yerga yaqin. Mana shu bozorga chiqsam, faqat mana shu qorni yerga yaqin. Bel egilganlar bilaman. Sababi nima? Mana shuni bilganlar kommentariyada yozib ketingchi, nima sabab mana shu qorni yerga yaqin? Mana shuni. Beli egilgan nima sabab? Va savdosi qancha bo'ldi mana uni? 28 million so'm savdosi bo'libdi. Semizda so'ysa ham bo'ladigan variantlarda 28 million so'm Mesni paroda. 400 kg chiqsa kerak, xudo xolasa. Hop, endi nargisini bilamiz. Bunga necha pul bo'ldi? Mana rosa chiroyli rossiyskiy semiribdi o'zi. Zo'r semiribdi. Yo'qsiz ekanda, boshda kirib qolganda ko'rdim. Necha pul bo'ldi o'zi bu? Mana 62 mingdan. 62 ming so'mga to'raziga qilishyapti ekan o'zi bilan. 550 atrofida chiqib qolsa kerak, yo chiqmasmikan, lekin 500 yuqorisalik aniqroq, xudo xolasa. Tiniq semirib ketdi o'zi ham 62 ming so'mdan to'raziga so'rashyapti o'zi. Bo'lar 1.30 ga piylis kelaveradi. Keyingisini ko'ramiz endi, xudo xolasa. Koson so'g'dan tushibdi mana shu buqa. Hop, endi mana yerdagi boqmani ko'ramiz endi. Bag'isi keyin boqmalar. Savdosi qancha bo'ldi buni aka?
29 million. 29 million so'm savdosi bo'lib berilmagan variantlaridan. Bo'ylari 1.25 ga plus 29 million so'm boqma. Molimiz boqma 29 million so'm bo'lib ekan savdosi. Berishmabdi ekan. 380 kilo bilan 400 kilo orasida chiqib qoladi. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Bu ham boqma. Imkon qadar egalardan bilishga harakat qilamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Kimdan bilan? Hozir bilamiz bularni. O'sha savdo bo'lyapti mana shu. Qozog'iston parodan o'ttasidaga. O'z puli qancha bo'ldi buni aka? 51,5 bo'ldi jupa. Ho, nergin bilan. 51,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bu 25 chiqadi. Targ'ilga nargi shivet, u Aqchekidagi. Mana shivet. Mana shivet ikkovi mana bilan 51,5 savdosi bo'lyapti ekan. Berilmagan variantlar. O'ttadagi Qozog'iston parodaning savdosi bo'lyapti. Muhammad aka qancha bo'ldi bu? 27 million so'm mana. 27 million so'mga savdosi bo'lyapti. Baraka bo'ldimi? 27 ga o'tibdi o'zi. Qozog'istondan kelgan. 1.25 chiqadi. Semizakaliki 400 kilo tevesida bo'lgan buqamiz. Oqbosh. Hop, endi keyingisiga o'tamiz. Mana uni egasini bilmadik. Va mana sizlardan puli qancha bo'ldi? Puli 35 million so'm. 35 million so'm bo'libdi. Mana hozirgi egasini topa olmadik deganimiz egalar bor ekan. Hop, 35 million so'm savdosi bo'lgan. Bo'ylari 1.30 ga plus keladi. Hop, to'g'rasiga 500 kilo chiqib qolsa kerak. Xudo xolasa. Keyingisini ko'ramiz endi bularni. Xudo xolasa. Puli qancha bo'ldi bular aka? 29 million so'm. Mesni parodan yo'q, Qirg'iziston paroda ekan. 29 million so'm savdosi bo'lyapti ekan mana shuni biz hozir. Berilmayapti. Bo'ylar 1.30 atrofida chiqadi. To'g'rasiga chiqmadimi? Yo'q, to'g'rasiga qo'ydim. 500 kilo chiqar yo 450 kilo chiqiliga. 450 kilo ag'bag'da, Xudo xolasa. 450 kilo ag'bag'da. Bunisicha bunga qancha berishdi? Buni bilmadik. Sizlardan emas. Puli qancha bo'ldi? 28 million. 28 million so'm bo'libdi buni puli. Hop, bo'ylar 1.30 ag'bag'da kelib qolsa kerak buniki ham. Xudo xolasa boqma bilan asosan. Boqish kerak bo'lgan variantlardan. Yoshlar bilan. Oyoq qo'la butun ekan, Xudo xolasa. Asosiysi shaloq bo'lmasa bo'ldi. 28 million so'm. Bu 400 kilo qiynaladi, 350 kilo orasida, 350 kiloning orasida Qirg'iziston paroda. Puli qancha bo'ldi buni? Sizlardanmi? 26,5 26 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi ekan. 400 ga qiynaladi. 350 to'g'risida balki 380 shunaqa atrofidagilar. Hop, anjolda bular sotilgan variantlar shekilli. Puli qancha bo'ldi bularni? Sotildimi? Qanchaga bo'ldi puli? Sizlardan emasmi? Bilmagan variantlarimizdan. Egalari yo'q, Qirg'iziston paroda. Mesni paroda ekan. Sotilmabdi ekan anjol. Sotildi. Keyingisini ko'ramiz endi bu tarafdagilardan. Hop. Bag'i bo'g'oz, bo'g'ozga xudo xolasa kelamiz o'zi. Mana shu yerdan bag'i bo'g'oz, mana shu bitta rossiyskiy paroda yoki bo'lmasam Qozog'iston oqbosh. Savdosi qancha? Hozirga bu Muhammad aka boshqa. Bu qancha bo'ldi? 27,5. Bunisi 27 million 500 ming so'm bo'libdi burasi. Nargisi, nar ko'rib turganingiz 27 million o'zi bo'lgan mana unisi. Hozir bu 27,5 bo'libdi. 500 ming farqi bilan. Hop, hurmatli obunachilar, endi sekin keyingisini ko'rib boraveramiz. Xudo xolasa bozorlarimizda bo'rini ko'rib chiqdimiz. Mana o'sha 56,5 bo'lib ketgandi mana jupaga, mana targ'il bilan mana unisi. Va g'unajin ichib puli bo'ldi? 24 million 200 ming so'm g'unajin. Semiz so'ysa bo'ladi mana. Hop. Tushdilar. Hop, mana keyingisini bularcha boqmani ichib puli bo'ldi puli. 2 kam 26. 25 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti. Qudrat o'zi ha. 2 kam 26, 25 million 800 ming so'm bo'lyapti. Bo'ylar 1.35 atrofida chiqib qoladi. Boqma lekin 400 kilo yuqorisida bo'lgan boqma. Hop, hurmatli obunachilar, endi keyingisiga o'tib, keyingini ko'rib boraveramiz. Hop. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? 25 million so'm. Qozog'istondan kelgan targ'il ekan. Qozog'iston paroda. Qozoq paroda demaylik, hurmat yuzasidan Qozog'iston. Qo'shni respublikadan o'tgan. Hop, keyingisini ko'ramiz. Rahmat, charchamani. Ha, buni ma'lumotni aytmadik-ku, 1.25.
kelib qolsa kerak, xudo xohlasa bo'ylari. Tarozisiga 300 kilo yuqorisida, xudo xohlasa 350 atrofida chiqib qolsa kerak. To'qon 350 ga qiynaladi, mana shu mesela 300 kilo yuqorisida, lekin mana dagi o'sha Rossiyadan kelgan shikil mana. Jupini ish pul bo'ldi bular? Bilmadim. Va jup qancha bo'ldi bular? 46,5. Jupini 46 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan, 125 ga 120. Mesni paroda ikkovi ham boqma, lekin boqish kerak bularni. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi bularni? Jupini 58 million deyapti. Barakasi yozib beramiz. Bozor berganicha? Bozor bergan 50 qilishdi. 50 million, 25 millionda 50 million so'm savdosi bo'ldi. Qirg'izistondan kelgan Greenford bo'lar, ikkovi ham, bittasi qolgan, bittasi shoqli variantlardan. Bularning bo'ylari 120 dan chiqib qoladi. Tarazga qancha mo'ljallab turibsizlar? Taroziga emas. Yo, hop, mana shu holatga tarazcha berib hisobina bor-ku. Bor aka. 400. 350 bilan 380 orasida ko'rib turibman-da, shunga so'raganim. 400 kilo chiqadi deyishyapti egalari, xudo xolasa 50 million so'm savdosi bo'libdi. Berilmagan variantlardan bular. Ancha oldin kelganmi bular? Yemyapti ozgina. Bitta baqilayotgan. Boqilagan mollar ekan. Yo'qsiz ekan, xudo xolasa lekin. Hop, endi keyingisini ko'ramiz, mana yerda yakkalayna. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Keyingisi ham bizdan. Bu savdosi qancha bo'ldi? Estonga gibrid. Yo, Eston o'zimi? Eston o'zi 23 million deyapti. 19,5 qilishdi. 19 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. 23,5 million so'm narx aytilyapti. Bo'ylari 1.15 atrofida keladi. 1.20 ga qiynalib qolsa kerak yana. Xo'p. Charchamani, barakasini bersin. Hop, endi keyingilardan ko'rishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasa shu joyda to'xtatib, bu yerda ag'ini yosh patsos buqalardan qilishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Obuna bo'lib qo'yishingiz xohlasa, sizlar uchun bozorlarimizni bir yoritib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.